nima navbatdagisi 5-may kuni tuzilyapti. Bizda Ag'darlikda kredit liniyalarimiz o'sha jismoniy va yuridik bo'linadi. Jismoniyimizga 50 million pul bor. 12 ta mahallamizga pul asosida maksimum 50 million so'm beriladi. Biznesga birinchi qadamimiz bor 17 million kafillik. Faqat imtiyozi bizda yo'q hozir, faqat ularga kafillik talab etiladi. Ular 5 yil. Keyin imtiyozlari 5 yil 50 milliongacha maksimum. Yuridik kreditlarimizga 312 bo'yicha elektron bo'yicha kreditlarimizda 312 miz maksimal 300 milliongacha 100 million kafilsiz, garovsiz 21% erkaklarga, 19% ayollarga. Kreditda asosiy nimasi 100 milliongacha garovsiz bo'ladi va o'sha 2 yil aylanma mablag'ga 18 1,5 yil grafik tushiradi. Bir yildan oylarga grafik pasayib ketaveradi. Bunga fermer xo'jaligi rular 100 million olmoqchi bo'lsak, tadbirkorimiz bo'ladi. Faqat 100 millionga garov qo'yilmaydi. 100 milliondan avval 300 milliongacha garov qo'yiladi. Noturar joy. O'shani garov olamiz. 50 milliondan nimalarimizda asosiy loyiha paketlar olib kirish xonadonlarga 3 ta loyiha paketlari. Misol uchun chorvachilik, parrandachilik, tomorqa o'shalarda tizimlar olib kirsa bo'ladi. Keyinimiz bor, bu elektron bu platforma paketi. Hokimiyat, agroinspeksiya o'sha hammasi elektron imzolaydi. Qo'shimcha bo'ladi. Uni summasi kattaroq ketaveradi. Garovlarga holatiga qarab turib katta bo'lib ketaveradi. Hozir endi biz asosiy liniyamiz talab bor 50 millionga bo'lyapti. Bunga o'sha shartda kim olayotgan jismoniy shaxs chetda 6 oy davomida chetda ishlagan oy bo'lmagan bo'lishi kerak. Va kredit tarixi yaxshi bo'lishi kerak. Buni endi fuqarolar olib kirganimizdan keyin, misol uchun 50 million so'm olib kirganimizdan keyin o'sha onadan 3 ta paket manzur qilinadi. Buni maqsad o'sha ishsiz xonadon fuqarolarini ish bilan ta'minlash, birinchi narsa. Bandligini ta'minlashda xonadonda bizni asosiy maqsadimiz mahalladagi asosiy maqsadi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash bo'ladi. Ya'ni o'sha kredit hisobiga o'zimiz bilan chorva va nimalarni qilish mumkin. Tadbirkorlarimizni asosan 100 million bo'ladi. Savollar bo'lsa, tushunmagan joylarni beraveradi.